Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana pritsepimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana dokumentlar bilan qilib berdik. O'zib namirlarini mana bu yerga tushirib berdik mana. Xudo xolasa mana bu yerda 1 tonna 600 lik qalin zamoqlar bilan qilib berdik. Tortqichlari uchalasi ham shu yillar, ramalari ham shu yillar. Lasetti balon, Cobalt stupissa, Cobalt tiska bo'ldi mana. Risollar traktorning pritsepning risoldan amorzatori, Damazning amorzatoridan birovi turbo qilib berdik mana. Bordlari atsinkovoy qilib berdik. 0.7 lik profillarini aytmabsiz deydi odamlar. 1.7 lik stenkasi 1.7 lik 1.7 likdan qilib berdik. Mana profillari qalin profil. Orqa qismidagi 2.1 lik qalin 6 ga 4 lik qilib berdik mana. Shu yillar ramalari bemalol ko'rishlaringiz mumkin mana. Bortini 1.4 lik qalinlik ham qilib beramiz xohlovchilarga. Mana shu turushiga 13 millionga xo'jayliga zakaz qilib berdik. Nexia farkopi ichida, tok yo'llari ichida ustonovkasi. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol mana shu telefon nomerlariga murojaat qilishlari mumkin. Mana baquvvat qilib, chiroyli qilib, yuk ko'taradigan qilib, 2,5 tonnagacha bemalol bosadigan qilib yasab beramiz akalar. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ko'rgan yurtdoshlarimiz layklarni bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ysinlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.